2026 Aston Martin Vantage. Bu yangi avlod britaniyalik sport avtomobilidir va u o'zining kuchi, zamonaviy dizayni hamda yuqori darajadagi texnologiyalari bilan avtomobil ixlosmandlarini hayratga soladi. Ushbu model yanada agressiv ko'rinishga ega bo'lib, old bamperdagi yirik havo kirish panjaralari, LED yoritgichlar va aerodinamik shakllar uni sport ruhiga to'la qiladi. Korpusda yengil materiallardan foydalanilgani tufayli avtomobil yanada chaqqon va tezkor harakatlanadi. Yangi Vantage 4,6 litrli twin turbo 8 dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u avvalgidan kuchliroq, taxminan 650 ot kuchiga yaqin quvvat ishlab chiqaradi. Transmissiya 8 pogonali avtomat qutiga ulangan va orqa gildirakdan tortish tizimi sport haydovi uchun ideal muvozanat beradi. Dan 100 km/soatgacha tezlanish atigi taxminan 3-5 soniyani tashkil qiladi. Maksimal tezligi esa 320 km/soatdan yuqori. Bu ko'rsatkichlar 2026 Vantageni o'z segmentida eng qudratli sport avtomobillaridan biriga aylantiradi. Salonda esa hashamat va texnologiya uyg'unlashgan. Yuqori sifatli charm qoplamalar, raqamli instrument panel, katta sensorli multimedia ekrani va premium audio tizimi haydovchiga maksimal qulaylik yaratadi. Kabina sport uslubida past o'rindiqlar, aniq boshqaruv elementlari va zamonaviy yoritish bilan to'ldirilgan. Yangi xavfsizlik tizimlari, adaptiv kruz nazorati, yo'l bo'yicha yordamchi, avtomatik tormozlash, 360 kamera kabi funksiyalar bilan yanada mukammal. 2026 Aston Martin Vantage bu faqatgina tezlik emas, balki mukammallik, obro', dizayn va texnologiyani birlashtirgan haqiqiy premium sport avtomobilidir. U nafaqat poyga yo'llarda, balki kundalik hayotda ham maksimal zavq beradigan, ko'zni qamashtiruvchi yangi avlod superkar sifatida yaratilgan.